Yubaku. Ho'kizday bo'lib ketibdimi? Ne ishlaydi o'zi bular? Ya tavba qildim, bolasini sonini bilmaydi bulay. Sen kimsan? Tochkani xo'jayinimi? Sen kimsan? Sen kimsan? Kampir uy Hey! sog'indim. Kim bu? Uyimizda begona xurras paydo bo'lib qoptimi? Kim bu? Kim bu bola? Sochi qora. Kim bu pituq? Kimsan? Dadasi, bu o'g'lingiz qani? Buni ham tuqqanding, ha? Bu dadang bu. O'sha kuni uxlaylik dedim senga, ha? Qani dadasi, Rossiyadan bolangizni nima olib keldingiz? Ya ochma. Jim tiring endi, qani vaqa. Ya, lala ko'tagliklarimi? Buni kimga olib keldingiz endi? Asha bolalaringga olib keldim-da. Ha, ho'kizdek katta bo'lib ketishini qaydan bilay, kichkinachaydi-ku. Bu lalakuni yangi qadoqdagisi. Buni paxtasi borku, Amerikadan olib kelinadi. Materialni ham yumshoq qilib chiqargan, botmaydi. Namlikni ham o'tkazmaydi. Buni Rossiyada turib ham olsa bo'ladi, Valbiriston. Voy, o'lib. Sen kimsan? Amaki chektira olmaysizmi? Ho, rossiyskimi? Bas qilib o'tiribsiz. Ey uka. Shuncha yil bola chaqam deb Rossiyada ishlanmadim. Bolalarim tarbiyasi bilan shug'ullanmanman. Ha, necho? Mana meni ham dadam bu Rossiyadan kelgan. Hali ko'rganim yo'q. Daday kelib